men shu yerning talabasi bo'lishim kerak ekan. Aynan Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universiteti haqida sizlarga bugun ko'p ma'lumotlarni beraman. 3000 dan ortiq talabalar ta'lim olib kelmoqda. Undan ortiq mamlakatdan mana shunaqa puxtalik qilib siz ham kirib olsangiz bo'ladi. Aks holda bizni universitetimizdan ro'yxatdan o'ta olmaydi. Universitet talabalari uchun bepul. 24 millionlik kontrakt arziydimi? Bizda aqlli kampus tizimi ishga tushirilgan. Chet elda borib amaliyot o'tash imkoniyatlari bormi? Albatta bor. Komment yozishni unutmang va do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Assalomu alaykum Pro Universining kuzatuvchilari, aziz abituriyentlar. Biz Samarqanddan gapiramiz va O'zbekistonda yagona bo'lgan turizmni rivojlantirish uchun eng salohiyatli kadrlarni yetishtirib berayotgan aynan Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universiteti haqida sizlarga bugun ko'p ma'lumotlarni beraman. Maza qilib qulay joylashib oling. 2018-yildan buyon faoliyat olib borayotgan ushbu universitet haqida siz ko'p ma'lumotlarni aynan ushbu dasturimiz orqali bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Samarqand shahri markazida joylashgan va juda ko'plab qulayliklarga ega bo'lgan universitetni bugun siz tomosha qilganingizda aniq men shu yerning talabasi bo'lishim kerak ekan deb yuborishingiz aniq. Faqat bu universitetda o'qish uchun siz ingliz tilini bilishingiz shart. Qolgan ma'lumotlarni yo'l-yo'lakay aytib beraman. Universitetning talabasi yoki xodimi bo'lmasangiz, siz bu yerdan to'g'ridan-to'g'ri kira olmaysiz. Shunga ham e'tiborli bo'lish kerak. Ba'zi universitetlarga borganimda Face ID'ga ham qaramaydi, boshqasiga ham qaramaydi, to'g'ri kirib ketadi. Bu yerda boshqacha. Kirasizmi? Mana shunaqa puxtalik qilib siz ham kirib olsangiz bo'ladi. Demak, Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universiteti haqida sizlarga bugun ko'p ma'lumotlarni berishim mumkin, lekin berishdan avval bir gapni aytmoqchiman. Universitetning shundoqqina hududiga kirishingiz bilan bino ixcham, chiroyli, qulay sharoitlarda bir qurib talabalarga topshirilganini ko'rishingiz mumkin. Bahor, yoz, kuz fasllarida bemalol talabalar uchun o'rindiqlar sozlangan, o'tirib do'stlari bilan do'stona muhitda maza qilishlari mumkin. Ana endi ichkariga kirib, qanday sharoitlar bor, kontrakt narxlari qanday, yana qo'shimcha imkoniyatlari haqida aytib berishdan avval sizlarga aytmoqchimanki, bu yerda 10 dan ortiq mamlakatdan ayni shu sohani eng professional mutaxassislari kelib, bu yerdagi talabalarga bilimlarni, ko'nikmalarni, malakalarni, amaliyotlarni bo'lishadilar va sohada yetakchi bo'lishlariga o'zlarining hissalarini qo'shadilar. Va bu universitetning kirish qismi. Bu yerda esa ramziy ma'noda Buyuk Ipak yo'lining xaritasi shundoqqina tayyorlab qo'yilgan. 3,5 mingga yaqin talaba bugungi kunda ayni mana shu universitetda ta'lim olayotgan bo'lsa, 200 dan ortiq talabalar dunyoning turli mamlakatlaridan kelib, bu yerda o'zlarini soha bo'yicha bilimlarini mustahkamlab olishmoqda. Siz endi umuman atrofga shundoq qaraydigan bo'lsangiz, bu yerda nodir qo'lyozmalarning nusxalari, ba'zilari haqiqiy, yana alohida fayllarda turli ma'lumotlar berilgan ma'lumotlar bazasini ko'rishingiz va undan tashqari noyob qo'lda tayyorlangan suratlarni va boshqa bir eksponatlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir men qayergadir borib, qaysi jihatlarni olib sizlarga birma-bir ko'rsatishga harakat qilaman. Ko'rib turgan burchagingiz esa o'zimizni qora ko'zlarimiz tomonidan tayyorlangan milliy matolar, gilamdozlikning yorqin namunalari, bu tomonda esa kashtashlikning yorqin namunalarini ko'rishingiz mumkin. Kelgan mehmonlar va talabalar, abituriyentlar bemalol mana shu joyni ko'rib, maza qilib o'zbekni milliyligidan bahramand bo'lishadi. Bu yerda esa alohida LED ekranlar turibdi. O'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni saytlardan kirib olishingiz mumkin. Bu tomonlarda esa universitetning missiyasi, ilmiy tadqiqotlari, strategiyasi va ekranda bu yerda esa gerblari haqida ma'lumotlar tushirilgan alohida taxtalar bor. Kelib ulardan ham o'qisangiz bo'ladi. Shinam binoda bugun talabalar maza qilib
o'qiyapti desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Sizlarga bugungi dasturimiz davomida aynan muvaffaqiyatli talabalarning ham fikrlarini berib borishga harakat qilamiz. Like bosib, izoh yozishni unutmang. Mening suhbatdoshim Shahrizoda 2-kurs, ya'ni menejment yo'nalishida bugungi kunda tahsil olib keladilar, to'g'rimi? To'g'ri, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, universitetda talabalar uchun yaratilgan sharoitlar, imkoniyatlar, qulayliklar, stipendiyalar, grantlar haqida menga ma'lumot bersangiz va u ma'lumotlar qancha qiziq bo'lsa, shuncha yaxshi bo'lardi. Albatta. Mening ismim Sirojidinova Shahrizoda. Men ushbu universitetda menejment sohasida 2-kurs bosqich talabasiman. Hozirda bizning universitetimizda juda ham ko'plab imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Talabalarni o'qishga qiziqtirish maqsadida ko'plab stipendiyalar ochilgan. Qanday stipendiyalar bor masalan? Masalan, bizning turizm kafedramiz tomonidan a'lochi o'quvchilar uchun maxsus stipendiya joriy etilgan. Bu stipendiyaning narxi qancha? Bu stipendiya oddiy stipendiya bilan birga qo'shilib yana 500 ming beriladi. Siz grant asosida o'qiysiz? Men prezident maktabini, Samarqand viloyatidagi prezident maktabini bitirganman va grant asosida o'qishga qabul qilingan. Menimcha ingliz tilida hech qanday aksentlarsiz bemalol muloqot qila olasiz, to'g'rimi? Albatta. Keling, universitet haqida 5 ta ma'lumot bilan ingliz tilida o'rtoqlashing. Albatta. This university is the best because of its friendly atmosphere among its students. This university has the most number of international students, especially in master's degree. This university was founded in 2018 by the decree of our president. And what I like about this university is how it motivates its students to study. Rahmat kattakon. Siz menimcha faqat o'zbekistonlik talabalar bilan o'qiysiz, shundaymi? Yoki kursdoshlaringiz orasida chet ellik talabalar ham bor? Albatta bor. Qaysi mamlakating? Ikkita kursdoshim Rossiyadan kelishgan. Siz prezident maktabini tugatgansiz. Sizda boshqa universitetlarda ham o'qish imkoniyati bor, chunki kuchli bilim olgansiz. Lekin nega aynan siz bu universitetni tanladingiz o'qish uchun? Chunki bu universitet fanlarni ingliz tilida olib boradigan yagona universitet hisoblanadi. Prezident maktabidagi boshlangan ta'limni shu yerda davom ettirishga qaror qilganman. O'quv xonalari qanday jihozlangan? Ular bilan ham tanishtirsangiz, sizlarga ma'qulmi? O'quv xonalari bu bir o'zgacha dunyo, albatta. Ularni juda ham yaxshi ko'ramiz. Keling, birorta xona bilan tanishtira olasizmi? Albatta. Istalgan xonaga. Shu xonaga kirishimiz mumkinmi? Albatta. Marhamat. Keling. Birinchi navbatda aytib o'tmoqchiman, har bitta xonamizda bizda Face ID mavjud, ya'ni yuz orqali tanib olish. Demak, yuz orqali tanib olib, keyin xonaga kirasiz. Da. Juda ham qiziq. Men ko'rgan universitetlarim orasida birinchisi bu, balki boshqa universitetlarda bordir, men ko'rmaganman lekin. Yana haqiqatan bittadan talabalar o'tirib bemalol shug'ullanishlari mumkin dars mashg'ulotlariga. Dars jarayoni bu umuman o'zgacha dunyo. Bizlarda ustozlar faqat o'zlari leksiyasini o'qib, o'zini ma'ruzasini o'qib ketish uchun birga kelishmaydi. Albatta bizlarga bilim ulashish bilan, eng muhimi o'sha bilimni birga o'zlashtirish va uni tekshirish bilan dars o'tishadilar. Haqiqatan bu yerda alohida kartinkalar bor. Negadir faqat hindistonliklar. Nega bu Hindiston xonasimi? Yo'q, bu foreign language'lar uchun, ya'ni chet tillari uchun mo'ljallangan xona. Bu yerda turli xil tillar dars o'tiladi, ya'ni til darslari. LED ekranlar bemalol qulay tarzda xohlaganlaridek o'tishlari mumkin. Ham LED ekranli, undan tashqari tepadan ham tushadigani bor ekan. Qo'yilmisiz? Xohlaganlar undan, xohlaganlar bundan bemalol foydalanishlari mumkin. Ko'rdingizmi sharoitlarni? Kontrakt narxlari qancha? Kontrakt narxlari 24 million so'm. 24 million so'm. Siz esa grant o'qiysiz. Grant asosida. O'zi qimmatlik qilmaydimi 24 million? Bu universitet uchun 24 million da o'qish arziydi deb o'ylayman. Nega? Chunki bu universitet boshqa universitetlardan ko'plab jihatlaridan farq qiladi. Nima? Qaysi jihatlar bilan farq qiladi? Birinchi navbatda ustozlar. Bu yerda o'zimizning mahalliy ustozlar va chet ellik ustozlar birgalikda dars olib borishadi. Qaysi mamlakatlardan kelib? Bizning ustozlarimiz Amerika, Hindiston, Britaniya,
Filippin va boshqa mamlakatlardan ustozlarimiz O'zingiz bor. samarqandlikmisiz? Albatta. Yotoqxonada turadigan kursdoshlaringiz bormi? Yotoqxonada turadigan kursdoshlarim afsuski yo'q, chunki hammamiz Samarqandlik. Ha, samarqandliklar o'qiysiz. Rahmat katta. Unda tashqariga chiqamiz yana. Yana qayerni ko'rsatishingiz mumkin menga? Men xohlardimki, bahs-munozaralar o'taydigan zalimizni Shunaqa zal ko'rsatish. bormi alohida? Alohida zal emas, foyada o'tirib hamma o'quvchilar yig'ilib birgalikda darsdan oldin bahs-munozara qilib tayyorlanamiz darsga. Men uchun qiziq, ketdik. Va bu mening eng sevimli joyim, bahs-munozaralar o'tkaziladigan joy. Mhm. Bu yerda kursdoshlarimiz bilan yig'ilib imtihonlarga tayyorgarlik ko'ramiz. Bir-birimiz bilan savol-javob qilamiz va turli xil proyektlar ustida ishlaymiz. Ayni mana shu joyda. Da. Janjallar, to'polonlar ham mana shu joyda bo'lib turadi, to'g'rimi? Shunday. Darsdan keyin kursdoshlarimiz bilan ayniqsa imtihonlardan keyin borib turamiz. Borib turasizlar. Maktab davrida jismoniy tarbiya desa qochib ketilardi. Bu yerda unaqa holatlar bo'lmaydimi? Yo'q. Yaxshi. Tushunarli. Rahmat. Keting unda sport zalini ko'raylik. Ketdik. Va bu sizlarni sport zalingiz. To'g'rimi? Xuddi shunday. Darslardan keyin kursdoshlarimiz bilan qolib birgalikda badminton, stol tennis yoki bo'lmasam voleybol o'ynaymiz. Mazza qilib. Mazza. Jam chiroyli tarzda tayyorlangan, haqiqiy sport bilan shug'ullanayotganda energiya berib turadigan, zavq berib turadigan joy. Hozir koptoklar bo'lganda voleybol yoki nimadir o'ynab ko'rsatmoqchi edik, lekin ko'rsata olmaydigan bo'ldik. To'g'rimi? To'g'ri. Bunaqa holatlarni Hozir talabalarimiz dam olishda ustoz esa arbitga chiqib ketdi. Tushlik vaqti bo'lgan, tushlikka chiqib ketib qoldilar. Ha, yana bir gap, ko'p sport zallari sovuq bo'ladi. Kirganingizda sport bilan shug'ullangingiz kelmay qoladi-ku. Bu yerda esa isitgichlar turibdi, katta isitgich. Ertalabdan ustozlar kelib qo'shib qo'yishadi, talabalar esa issiqqina zalda maza qilib, yengil kiyimlarda sport bilan shug'ullanishadi. Ko'rdingizmi, qanaqa imkoniyat bor ekan? 24 millionlik kontrakt arziydimi? Shahrizoda, sizlarni universitetda o'qish zo'r ekan-a? albatta Zalda yurganda ham yorqin, shina va nodir asarlarni ko'rib yurish mumkin. xuddi shunday. Darsga kirib ketishdan oldin hammasini tomosha qilib, keyin kiramiz. Bir xil vaqtlari bular tufayli hattoki darsga kechikib ham kirganmiz. Tomosha qilib, Tomosha hayron qilib. bo'lib qolganda. Ha, yana bir gapni aytmoqchiman. Mana bu yerda yangi qurilish ishlari amalga oshirilyapti. Bu yerda ham o'sha talabalarning soni kengaygani sababli o'quv binosi tashkil bo'ladi. Agar siz abituriyent bo'lib, kelgusida shu yerga o'qimoqchi bo'lsangiz, nafaqat bu binoda, balki yangi qurilayotgan binoda ham ta'lim olishingiz mumkin. Agar abituriyentlar siz ushbu universitetga o'qishga topshiradigan bo'lsangiz, bo'sh vaqtingiz bo'lganda kelib do'stlaringiz bilan boshingizni charqlab, shashka yoki shaxmat o'ynashingiz mumkin. Stulchiklar ham shunchaki qo'yilmagan, balki aqlingizni kuchliroq ishlatishingizga ko'mak berib turadi. Shunaqa gap. Hozircha men g'olib bo'lyapman. Marhamat, yuring. Va men turgan joy leksiya xonasi. To'g'risini aytaman, talabalar, to'g'risini aytaman. Bolaligimda mana shunaqa leksiya xonalarda ta'lim olishni yaxshi ko'rardim, xohlardim, chunki filmlarda xuddi shunaqa leksiya xonalarini ko'rganman, lekin men bunaqa universitetda o'qimaganman. Bizning universitetimiz bunaqa katta leksion bo'lmagan. Bu universitetda esa ko'rib turibsiz, mana shunaqa chiroyli, katta va barcha sharoitlarga ega bo'lgan leksiya xonasi bor. Kelib o'qishingiz mumkin bo'lgan joy. Agar xohlasangiz, albatta, men majbur qilmayman, borini ko'rsataman. Mana shu infratuzilmalarni yanada qulay, barcha shart-sharoitlarga ega qilish uchun mana shu universitetda yetishib chiqadigan kadrlar kerak. Siz keraksiz. Siz esa muvaffaqiyatli soha mutaxassisi bo'lishingiz uchun mana shu universitetda ta'lim olishingiz kerak. Tushunyapsizmi? Mana shu universitetda ingliz tilida va boshqa ko'plab mamlakatlardan kelib dars beradigan o'qituvchilar sizni malakali mutaxassis qilib yetishtira oladi deb o'ylayman. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling, o'zingizni tanishtirsangiz, suhbatimizni boshlardik. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, bizning universitetimizga xush kelibsiz. Men Nodirjon Xushvaqtov, Pakula Turizm va Madaniy meros xalqaro universitetining dekani hisoblanaman. Necha yoshdasiz? Men o'zim 30 yoshdaman. 30 yoshda dekan bo'lish qiyin emasmi? To'g'ri, buning ko'pchilik shunday savollar bilan murojaat qilib turishadi. Lekin shu universitetda men
shu 5 yildan buyon faoliyat olib kelmoqdaman. Aha. Ya'ni dastlab bu universitetda o'sha bo'limda faoliyatimni boshlaganman, keyinchalik mana o'qituvchi faoliyatini. Birinchi kim bo'lib kelgansiz? Bu yerda men bo'limda mutaxassis sifatida kelganman. Chunki men o'zim ham xorijda, ko'plab xorijiy mamlakatlarda malaka oshirganman, stajirovkalarda va almashinuv dasturlarida ta'lim olganman. Va o'sha o'zimga yarasha o'sha tajribalarni inobatga olgan holatda o'tgan yili dekan sifatida faoliyatimni boshladim. Va men 29 yoshimda tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasiga ega bo'lganman. Bugungi kunda o'sha mamlakatimizda yosh kadrlarga yaratilgan imkoniyatlardan foydalangan holatda universitetimizda yoshlarga ta'lim tarbiya berishda, xorij tajribasini universitetimizga joriy etishda harakat qilib kelmoqda. O'zingiz qaysi davlatlarda bo'lgansiz? Meni dastlabki bo'lgan davlatim Yaponiya davlati hisoblanadi. Yaponiyaning Nagoya universitetida almashinuv dasturi asosida ta'lim olganman, 1 yillik magistratura dasturida. Undan keyin Xitoyda bo'lganman. Angliyaning Oksford universitetida ilmiy stajirovkada o'taganman. Undan tashqari Germaniyaning Göttingen universitetida ilmiy stajirovka o'taganman. Va bular tajribalarni bugungi kunda o'sha yoshlarga targ'ib qilish, yoshlarga singdirish bo'yicha juda ham yaxshi o'sha amaliyotlar bizga motivatsiya bergan bo'ladi. Keling, bizga universitetdagi ta'lim yo'nalishlari haqida va ularning narxlari haqida ma'lumot bersangiz. Bizning universitetimiz 2018-yilda 28-iyunda tashkil etilgan. Shanxay hamkorlik tashkilotining Sindao sammitida muhtaram prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan tashabbus asosida tashkil etildi va bugungi kungacha universitetimizda juda ko'plab har yili turli xildagi turizm va iqtisodiyotning asosiy yo'nalishlari ochilib faoliyat yurib kelmoqda. Bugungi kunda turizm va mehmondo'stlik yo'nalishi, biznesni boshqaruv yo'nalishlari va logistika, marketing, menejment yo'nalishlari va o'tgan 1 yil oldin bizning universitetimizda shunday yangi yo'nalishlar faoliyatini o'zini boshladi. Bugungi kunda madaniy meros yo'nalishi, muzeyshunoslik va arxeologiya yo'nalishlari ham faoliyat olib bormoqda. Chunki biz O'zbekiston turizmini biz madaniy merossiz, ya'ni muzeysiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shuning uchun ham bizda parallel ravishda ushbu yo'nalishlar ham o'zini faoliyatini olib kelmoqda. Bundan tashqari bizda magistratura mutaxassisligi bo'yicha yo'nalishlar ham faoliyat olib bormoqda. Ushbu yo'nalishlar bizda o'sha bakalavr yo'nalishida bo'lgan mavjud yo'nalishlar muzeyshunoslik, logistika, turizm menejmenti, turizm mehmondo'stlik yo'nalishlari, marketing yo'nalishlarida magistraturada talabalarimiz ta'lim olib kelmoqda. Bizda universitetimizning boshqa universitetlardan farqli jihati shundan iboratki, bizda o'sha xalqaro standartlar asosida ta'lim jarayonlari tashkil etilgan. Ya'ni bugungi kunda O'zbekistonda joriy etilayotgan dual ta'lim tizimi bizning universitetimizda o'sha allaqachon joriy etilib, amaliyot va o'sha ma'ruza darslari parallel ravishda haftalik darslar davomida o'tib boriladi. Bundan tashqari bizning universitetimizning yana bir farqli jihatlaridan biri bizda xorijiy talabalar juda ham faol ravishda ta'lim olib kelmoqda. Talabalarning soni nechtadan tashkil etadi? Xorijlik talabalar nechta? Bugungi kunda bizning universitetimizda 3000 dan ortiq talabalar ta'lim olib kelmoqda. Xorijiy talabalar bu kunda 200 ga yaqin xorijiy talabalar bugungi kunda ta'lim olib kelmoqda. Nechta mamlakatdan kelib o'qishadi? Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida sammiti va butun solishtirish tarzida aytadigan bo'lsak, butun Ipak yo'li bo'ylab joylashgan davlatlardan kelib o'qishadi. Ya'ni Yaponiya, Xitoy, Malayziya, Hindiston, Pokiston, Bangladesh va hokazo davlatlar. Chet ellik abituriyentlarni aynan ushbu universitetni tanlashlariga nima sabab bo'lmoqda? Bizning universitetimizni tanlashga asosiy sabab bizda o'sha asosiy Samarqand shahrida joylashganligi bunga asosiy sabab bo'lmoqda. Chunki Samarqand bilamizki, qadimgi o'sha Ipak yo'lining chorrahasida, markazida joylashgan, turli xildagi o'sha qadimiy tarixiy obyektlarni o'zida jamlab olgan shahar, madaniy meros va zamonaviy turizm imkoniyatlarini o'zida mujassamlashtirilgan shahar bo'lganligi uchun ham bizning shahrimizda tanlashmoqda. Nechta tilda dars olib boriladi? Bizning universitetimizda kunduzgi ta'lim yo'nalishida asosiy tilimiz bu ingliz tilida ta'lim olib boriladi va sirtqi va masofaviy ta'lim yo'nalishlarimiz ham bor. Ularda rus tili va o'zbek tillarida ta'lim tili olib boriladi. Boshqa tillarni ham qo'shish rejada bormi? Masalan, Xitoy tili bo'lishi mumkin, nemis tili bo'lishi mumkin.
universitetimizda kelajakda rejalashtirilmoqda o'sha Xitoy tilida ham ta'lim jarayonlarini olib borish rejalashtirilmoqda, rejamizda bor. Lekin bugungi kunda asosan ingliz tilida fanlar, barcha fanlar bizada ingliz tilida olib boriladi. Demak, bu yerga kirgan talabalar ingliz tilini bilishlari shart. Tushunarli. Mana bu yerda alohida smart ekran turibdi. Bu yerda nima ma'lumotlar? Bizning universitetimizda shu moddiy texnik bazasi haqida fikr yuritadigan bo'lsak, bizda aqlli kampus tizimi ishga tushirilgan. Bizda talabalar o'sha dars jadvallaridan foydalanish, universitetda eng oxirgi bo'ladigan yangiliklardan xabardor bo'lib turish uchun yoki bo'lmasa kutubxonadan foydalanish uchun har bir qavatlarda kutubxonamizda foydalanish uchun shunaqa elektron doskalar tashkil etilgan. Demak, istalgan mehmon ham bu yerga keladigan bo'lsa, shu saytga kirib, bemalol ma'lumot olish mumkin ekan. Bu yerda universitet haqida, Samarqanddagi tarixiy joylar haqida, universitet binosi haqida turli xildagi ma'lumotlarni olish mumkin. Bu universitetda o'qiyotgan talabalar keyinchalik qayerda faoliyat olib borishlari mumkin? Ish bormi? Albatta. Bugungi kunda bilamizki, turizm iqtisodiyotimizning asosiy driverlaridan biri hisoblanadi. Universitetimizni bitirgan talabalar bugungi kunda turli xildagi sohalarda faoliyatini olib borib kelmoqda. Xususiy sektorda va davlat sektorida ham bir tarzda faoliyatlarni olib kelmoqda. Misol tariqasida oladigan bo'lsak, Samarqand shahrida tashkil etilgan Ipak yo'li xalqaro turizm markazida o'sha mehmonxonalarda menejer lavozimlarida yoki bo'lmasa Samarqandda faoliyati yangidan o'sha yo'lga qo'yilgan Samarqand xalqaro aeroportida, ya'ni Marokand Airways'da o'sha menejer yordamchisi yoki bo'lmasa bort kuzatuvchisi va hokazo yo'nalishlarda o'zlarining faoliyatlarini olib borib kelishmoqda. Bundan tashqari universitetimizda ta'lim tili ingliz tilida bo'lganligi talabalarga ham juda ham qulay bo'lib, bizning universitetimizni bitirgandan keyin o'zlarining xususiy o'sha tur firmalarini, sayyohlik firmalarini ochib, aholiga o'sha xorijiy tajriba asosida o'zining xizmatlarini ko'rsatib kelishmoqda. Tushunarli. Kontrakt narxlari qancha? Bizning universitetimizda to'lov shartnoma asosida ta'lim oladigan talabalar 24 million so'm miqdorda kontrakt summasini to'lab ta'lim olib kelishmoqda. 24 million qimmat emasmi? 24 million to'g'ri, bu yerda shunday savollar oldin ham uchragan, lekin bizda ta'lim tili o'sha ingliz tilida xorij tajribasida amalga oshirilganligi va bizning o'sha moddiy texnik bazamiz xalqaro standartlarga javob berganligi, bundan tashqari bizning universitetimizda xorijlik o'qituvchilar, yana biz keyingi mavzuga o'tamiz, xorijlik o'qituvchilar dars beradi bizning universitetimizda. Ya'ni Yevropa, Amerika va Osiyoning eng rivojlangan universitetlarining o'qituvchilari bizga ta'lim berib kelishmoqda. Bundan tashqari universitetda o'sha talabalarga yaratilgan sharoitlar bu o'sha o'zlari o'sha to'lov qilingan shartnoma pullarini oqlay olmoqda bugungi kunda. Ya'ni o'sha talabalar universitetda ta'lim olganligidan, ya'ni xorijdagi tajriba yoki xorijdagi muhit Samarqand shahridagi Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetida yaratilganligidan juda ham minnatdor bugungi kunda. Yana qaysi mamlakatlardan kelib professor ustozlar dars berishadi? Bugungi kunda bizning universitetimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Germaniyadan, Yaponiya, Xitoy, Fransiya va Italiya mamlakatlaridan, bundan tashqari Misrdan va Hindiston, Bangladeshdan mashhur, bugungi kunda eng mashhur bo'lgan professorlar, o'zining sohasi bo'yicha mashhur bo'lgan professorlar rosa ko'p mamlakatlardan kelib dars berishar ekan. O'zbek ustozlar ham bormi? Albatta, bizning universitetimizda dars beradigan mahalliy kadrlarimizning deyarli barchasi xorijiy universitetlarni tamomlab kelgan kadrlar hisoblanadi. Ya'ni bugungi kunda universitetni ilmiy darajasi necha foiz tashkil qiladi? Bugungi kunda universitetimizning ilmiy salohiyati 50% ga yaqinlashib qolgan. Ya'ni bizda bugungi kunda 4 ta kafedra faoliyat olib borib kelmoqda. Ya'ni turizm kafedrasi va tarix va madaniy meros kafedrasi, tillar va global tadqiqotlar kafedrasi va yozma va og'zaki tarjima tadqiqotlar kafedrasi faoliyat olib borib kelmoqda. Universitetimizda har yili
kamida 4 ta yoki 5 ta PhD darajasi yoki Doctor of Science darajalari bo'yicha diplomlarni qo'lga kiritib kelishmoqda. Bundan tashqari bizning universitetimizning ilmiy salohiyati haqida yana bir shu narsani aytib o'ta olamanki, yutuqlarimizdan biri bugungi kungacha bizni universitetimizda ta'lim olgan talabalarimiz xorijda o'sha akademik darajani olish uchun magistraturalarda ham faoliyat olib borib kelmoqda. Bizning universitet bitirib Xitoyda, Janubiy Koreyadagi top 500 talikka kirgan universitetlarda o'zining faoliyatini olib bormoqda. Ya'ni aynan mana shu yerda tugatgan talabalarimiz. Yaxshi. Demak, kontrakt narxlari faqatgina 24 million so'm deb aytdingiz. Bu kunduzgi ta'lim uchun. Sirtqi ta'lim uchun va magistratura bosqichlari uchun qancha ta'lim uchun kontrakt narxlarimiz 15 million so'mni tashkil etadi. Magistratura uchun esa kontrakt narxlarimiz esa bugungi kunda o'sha 28 million so'mni tashkil etadi. Magistratura kontrakt nimamiz ta'lim jarayonimiz 1 yillik magistratura ta'lim jarayoni hisoblanadi. Ya'ni biz bilamizki, Angliyaning tajribasi asosida bizda 1 yillik magistratura joriy etilgan. Ya'ni bu narsa esa talabani ishlab chiqarishga, ya'ni kadr sifatida ishlab chiqarishga borish uchun turizm sohasida juda ham qulay muddat hisoblanadi. Men hozir esa kompyuter xonalaridan biridaman. Bu universitetda bugungi kunda 5 ta kompyuter xona bor. Kompyuterlarning hammasi eng yaxshi markali kompyuterlardan biri. Wi-Fi tizimiga ulangan, bemalol kirib kitoblarni o'qishingiz, til o'rganishingiz, o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishingiz va sizga kompyuter qanday xizmat ko'rsata olsa, shunday foydalanishingiz mumkin. Bu yerda ham doska, elektron doskalar ham tayyorlab qo'yilgan. Yana nima kerak talaba uchun? Shunchaki o'qib, o'rganib, ilmini yuksaltirib, sohada kerakli mutaxassis bo'lish kerak xolos. Ana kutubxona-yu, mana kutubxona. Odatda kutubxonaga kirganingizda siz qorong'u joylarda kitob o'qishingiz mumkin bo'lar edi, lekin ushbu universitetning kutubxonasi umuman boshqacha. Ertalab soat 9:00 dan kechki soat 18:00 gacha ishlaydigan kutubxonada siz jami 14 ming nomdagi 40 mingdan ortiq kitoblarni mutolaa qilishingiz mumkin. Demak, bu yerda talabalar uchun hamda kitobxonlar uchun 40 ga yaqin joy hozirlab qo'yilgan. Kelib, bo'sh vaqtingizda bemalol mana shu yerda turgan kitoblarni xohlasangiz qo'lingizga olib o'qishingiz mumkin, xohlasangiz elektron nusxasini topib o'qiyverasiz. Eng muhim jihati, bu yerda 10 ga yaqin tildagi kitoblar tayyorlab, saralab qo'yilgan. Ularning ichida muzeyshunoslikka oid, arxitekturaga oid, dizaynga, san'atga, turizmga oid bo'lgan barcha kitoblar, dunyoning eng noyob asarlari aynan mana shu kutubxonada bugungi kunda saqlanmoqda. Va yana bir gapni aytmoqchiman. Mana shu ustunda turgan QR kod orqali siz telefoningizdan bemalol o'zingizga kerakli bo'lgan kitobni yuklab olishingiz, yuklab olgan kitobni qo'lingizga olib o'qimoqchi bo'lsangiz, kelib kutubxonadan olsangiz ham bo'ladi. Va yana bir gapni aytmoqchiman. Mana bu yerda turgan elektron doska orqali ham siz O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalarida bor kitoblar bazasini bemalol topib o'qisangiz bo'ladi. Mana keltirilgan bu yerda jami 406.955 ta kitob. Bu yerda undan tashqari 17 mingdan ortiq monografiya va 66 mingdan ortiq dissertatsiyalar. Hattoki yana bir gapni aytmoqchiman. Mana kelinglar. Bu yerda o'g'irlik qila olmaysiz ekan. Shuna kitobni olib chiqsangiz baqir-chaqir qilib yuborar ekan. Shuning uchun kutubxonalardan kitob o'g'irlamang. Kelib, o'zingizga kerakli bo'lgan kitobni so'rang, oling, o'qing, maza qiling. Mana bu joy esa universitet oshxonasi hisoblanadi. Bitta o'tirganda 200 dan ortiq talabalarni o'z bag'riga qarab oladigan oshxonada siz o'rtacha mana bu yerda ko'rinib turibdi 10 ming so'mdan boshlanib 25 ming so'mgacha bo'lgan narxdagi 10 ga yaqin taomlarni mazza qilib tanovul qilishingiz mumkin. To'g'risi yeb ko'rmadim, ta'mini bilmayman, lekin narxlari shunday ekan.
bemalol xohlasangiz yengilroq tamaddi qilib olishingiz mumkin, xohlasangiz mazza qilib qorinni to'ydiradigan ovqatlarni yeysiz. Tabingizga ko'ra salatlar yoki shirinliklar hammasi joyida. Narxlar cho'ntakbopmi nima deb o'ylaysiz? 10 ming so'mdan 25 ming so'mgacha bo'lgan 10 xil turdagi taomlarni tanlov qilaverasiz. Eng muhimi menimcha oshxonada unchalik hidi yo'q, sezilmayapti. Bu juda muhim, to'g'ri? Bilasizmi, universitet binosida yurganda bu yerda o'zingizga boshqacha kayfiyat olishingiz mumkin. Nega deganda, nodir asarlar, qo'l mehnatdan tayyorlangan asarlar aynan universitetni zallarining devorlarida tayyorlangan. Mana ko'rishingiz mumkin, 2022-yilda mamlakatimizda shos bo'lganda aynan Xitoydan, Koreyada va umuman barcha rivojlangan mamlakatdan kelgan mutaxassislar mana shu kabi nodir asarlarni tayyorlashgan. Xohlasangiz ranglarni birlashganini ko'rishingiz mumkin, xohlasangiz tabiatni ko'rishingiz mumkin. Hammasi bu yerdagi talabalarni ilm olishida yaxshi bir kayfiyat berish maqsadida tayyorlab qo'yilgan. Umuman olganda barchasi eng chiroyli, insonni hayratga soladigan qo'l mehnatlari. Ko'ryapsizmi? Buni kadrlarda ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Yaponiyada bo'lib o'tgan xalqaro ko'rgazmada birinchi o'rinni olgan o'zbek qizi xuddi mana shu libosi bilan muvaffaqiyatga erishgan desam mubolag'a bo'lmaydi. Mana bu yerda o'zbek qizining chiroyli surati va kiyimi turibdi va Yaponiyadan birinchi o'rinni olib kelgandan so'ng salkam 40 kilo bo'lgan milliy libosni aynan mana shu universitetga sovg'a qilgan. Universitetni bitta zalida butun respublika, boshqa millat va elat vakillarining milliy liboslari tushirilgan surat bor edi, manekenlarda joylashtirilgan edi. Bu zalda esa aynan O'zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi va boshqa viloyatlardagi milliy liboslar bitta alohida ko'rsatib berilgan. Birinchi navbatda o'zimizni milliy mahsulotlarimizni kelganlarga qiziq sifatida ko'rsatish bo'lsa, ikkinchisi kelgan talabalar bularni ham bemalol o'rganishlari mumkin. Keling, endi birgalikda qabul jarayonlari qanday amalga oshirilishi haqida javob olamiz. Keling, universitetda qabul jarayonlari qanday davom etishi, qanday olib borilishi haqida ma'lumot bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Ipak yo'li Turizm va madaniy meros xalqaro universiteti bu davlat universiteti hisoblanadi, oliygohi. Ya'ni bu davlat universiteti qolgan O'zbekiston Respublikasidagi oliy ta'limlar bilan bir vaqtning o'zida qabul jarayoni asosida, ya'ni 3 bosqichda qabul jarayoni amalga oshiriladi. Avvalambor 5-iyundan 15-iyungacha qabul jarayonida ro'yxatdan o'tish, ikkinchi bosqichi bu imtihon topshirish jarayoni va oxirgi bosqichda talabalarni to'plagan balliga qarab, o'zini imkoniyat darajasiga qarab universitet tanlash orqali o'qishga qabul qilinadi yoki qo'shimcha o'qishga qabul qilish tartibi amalga oshiriladi. Bizning oliygohga, ya'ni oliy ta'lim universitetida kunduzgi bakalavriat, sirtqi bakalavriat hamda masofaviy bakalavriat bosqichlari bo'lib, kunduzgi ta'lim to'liq ingliz tilida amalga oshiriladi va universitetda kunduzgi ta'lim jarayonini o'qish uchun, bizning oliy ta'lim universitetimizni tanlash uchun avvalambor ingliz tili darajasi, ya'ni eng kami B2 daraja olgan bo'lish kerak. Aks holda bizning universitetimizdan ro'yxatdan o'ta olmaydi. Sirtqi ta'lim hamda masofaviy ta'lim jarayonlarida o'qish uchun ingliz tilini biladigan xalqaro ta'lim darajasidagi ingliz tili sertifikat talab etilmaydi. Avvalambor bizning universitetga topshirmoqchi bo'lgan talaba o'sha birinchi bosqichdan mukammal to'g'ri tanlash kerak. Sababi agarda u asosiy fan bloklarini to'g'ri tanlamasa, bizning universitetimizdagi mavjud ta'lim yo'nalishlariga ro'yxatdan o'ta olmaydi. Masalan, asosan aytadigan bo'lsak, agar birinchi blok matematika, ikkinchi blok ingliz tili bo'ladigan bo'lsa, marketing, menejment, biznesni boshqarish, logistika yo'nalishlarida ro'yxatdan o'tishi mumkin. Agarda tarix va ingliz tili asosiy blok sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, turizm va mehmondo'stlik hamda xalqaro munosabatlar yo'nalishiga ro'yxatdan o'tishi mumkin, ya'ni yo'nalishlarga topshira oladi. Bundan tashqari arxeologiya va muzey yo'nalishlari bo'yicha shu fan bloklarini ham to'g'ri tanlab olish kerak. Bundan tashqari, agarda birinchi blok ingliz tilidan, ikkinchi blok rus tili yoki ingliz o'zbek tilida ta'lim olgan talabalar ushbu fanlardan imtihon topshirsa, tarjima nazariyasi va amaliyoti xitoy tili, koreys tili yoki ingliz tili yo'nalishlarimizga tanlay olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari, bizning universitetimiz
ta'lim jarayoni kunduzgida to'liq ingliz tilida bo'lganligi sababli o'zbek yoki rus guruhlariga bo'linmaydi. Ya'ni o'qishga qabul qilingan talabalar umumiy ta'lim ingliz tilida bo'lganligi uchun ta'lim jarayoni to'liq ingliz tilida bo'lgani uchun uni til yo'nalishiga qaralmaydi. Byudjet va kontrakt kvotalari albatta har yil imtihon topshirgan shu Oliy ta'lim vazirligi belgilangan nizom asosida byudjet va kontrakt taqsimot asosida amalga oshiriladi. Bizning universitetimizda byudjetda o'qish uchun eng avvalambor yuqori ball olish kerak va ushbu yuqori ball asosida bizning universitetni tanlashi zarur bo'ladi. We have a very mixed system, which is one of the reasons we call it. Bizda juda aralash sistema mavjud. Qaysiki universitet imijini shakllantirish uchun kerak bo'ladigan barcha yo'nalishlarni qamrab olgan va biz bu jarayonda faqat bitta universitetni emas, ko'plab universitetlarni kuzatdik. Biz shuning uchun ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan tuzilgan dasturni tatbiq etdik va boshqa xalqaro universitetlar bilan hamkorlik qilishni yo'lga qo'ydik. Ko'plab xalqaro universitetlarda, jumladan Ipak yo'lda joylashgan mamlakatlar oliygohlarida, Istanbul universitetlarida bunga o'xshash ta'lim jarayonlarini ko'rdik. Darslar ingliz tilida o'tkaziladi. Bu talabalar o'rtasida almashinuv dasturini amalga oshirishga ham qulay. Agar ular xohlasa, Buyuk Britaniya, Germaniya va hatto Amerikada ham o'qishni davom ettirishlari mumkin. Nima uchun biz xalqaro miqyosda qamrovni nazarda tutganmiz? Chunki professor o'qituvchilarimiz xalqaro miqyosda dars beruvchilar va o'quv rejalari ham xalqaro standartlarga javob beradi. Ular bu yerda tarix, siyosat, umuman turizm sohasi uchun kerak bo'ladigan barcha bilimlarni berishadi. Shuni qo'shimcha qilishim kerakki, bu ta'lim dasturi talabalar uchun dunyo bo'ylab sayohat qilish imkonini ham beradi. And study subjects that are international in nature, like Shahrizoda, masalan, ushbu universitetda o'qiydigan talabalarga chet elda borib amaliyot o'tash, bilimini yana ham boyitish bo'yicha imkoniyatlar bormi? Albatta bor. Bizlarning talabalarimiz uchun juda ham katta imkoniyatlar yaratilgan. Bizning universitetimiz Yaponiya va Xitoydagi nufuzli universitetlar bilan hamkorlik qilishadi va bizlarni eng yaxshi o'qigan talabalarni exchange programmalarga, ya'ni almashuv programmalariga jo'natishadi. Qancha paytda borib kelish mumkin u yerga? Xitoy tilidan sertifikatlari bor talabalar u yerda 1 yil yoki 2 yil o'qib kelishi mumkin. Demak, mana shu universitet talabasi bo'lib, muvaffaqiyatli a'lo baholarda o'qisa, demak shu mamlakatlarga borib bemalol o'zlarining bilimlarini, malakalarini oshirib kelishlari mumkin. Albatta. Siz qachon borasiz endi? Xudo xohlasa, 3-kurs bo'lsam. 3-kursda borasiz. Yaxshi, omad tilaymiz. Yana talabalar uchun va qiziq bo'lgan qaysi joylari bor universitetning? Talabalar uchun aytgandek. Sizlarda basseyn bor ekan-a? Albatta, xuddi shu ishlaydimi o'zi? Ba'zi joylarda qurib qo'yiladi, lekin ishlamaydi-ku. Albatta ishlaydi. Bizlarning basseynimiz mart oyidan sentyabr oyigacha ishlaydi. Va universitet talabalari uchun bepul. Bepul, mutlaqo bepul tarzda kirib, bemalol cho'milib chiqishlari mumkin. Xuddi shunday. Zo'r. Sizni ham universitetingizda bormi va bizni abituriyentlar tomosha qilayotgan bo'lsa, siz o'qiydigan oliy ta'lim muassasasida ham basseyn bo'lishi yaxshimi? Nima deb o'ylaysiz? Rahmat kattakon Shahrizoda, suhbat uchun salomat bo'ling. Sizga ham katta rahmat, tanishganimdan xursandman. Men ham xursandman. Rahmat, sog' bo'ling. Qadrli kuzatuvchilar, yana bir ma'lumotni aytib ketishim kerak. Universitetning yotoqxonasi universitet o'quv binosidan o'rtacha 3 kilometr uzoqlikda joylashgan va davlat xususiy sherikchilik asosida bugun faoliyat olib bormoqda. O'rtacha 400 ta talabaga xizmat qilish kuchiga ega. Oylik to'lov esa 390 ming so'mni tashkil etadi. Bu yerda o'sha oshxonasi, turar joylari, bemalol barcha sharoitlarga ega bo'lgan yotoqxonada istiqomat qilishingiz mumkin. Kunduzgi ta'limda o'qiydigan hamda chet eldan kelib magistratura bosqichida ta'lim olayotgan ushbu universitetning talabalari bemalol shu yotoqxonada yotishlari mumkin. Qadrli kuzatuvchilar, biz sizlarga bugun albatta Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universiteti haqida ma'lumotlarni berdik. Universitetning qaysi jihatlari sizga yoqdi? Universitetning talabasi bo'lishni xohlarmidingiz? Kontrakt narxlarichi sizni qoniqtirdimi? Shu haqida batafsil ma'lumotlarni berib borishga harakat qildik. O'zingizni ehtiyot qiling, like bosib, komment yozishni unutmang va do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Ko'rishguncha omon bo'ling.